Xizmat bo'lsa bemalol aytaverasizda. Mana klientlar vizitkasi ham tayyor bo'ldi. Mana bu o'zim vizitkam. Assalomu alaykum aka. Va keling. Bizning vizitkalar nima bo'ldi aka? Tayyor bo'lib qoldimi? Vizitka tayyor mana shu santexnika xizmati sizniki. Ha, santexnika xizmati. Asosiy nima xizmatlar bor sizda? Ariston, katyol, montaj, demontaj, kafe, plastik ishlari, santexnika qanaqa xizmatlar bo'lsa aka bemalol murojaat qilaverasizlar. Bo'ldi aka, mana vizitkasi tayyor. Juda chiroyli chiqibdi aka, tanjamon so'rasin, rahmat sizga. Arzon edi. Nomerlarda aka santexnika qanaqa xizmatlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bo'ldi, mana xizmatlari ishni boshlashdi mana. Zakaz bo'lsa bemalol aytaverasizlar. Xudo xohlasa. Chegirma qilib berishar ekan.